o'zini shaxsiy maktabi bo'lgan servis bu yog'iga yutadi. Nima uchun Korzinka mana Zafar akamiz o'zlarining universitetlarini ochdilar. O'zlariga tayyor ilmiy baza sandig'ini tayyorladilar. Mana sizlarni men nimaga podkastinglarga keldim. Sizlarda ilmiy bazaga bo'lgan e'tibor kuchli bo'lganligi uchun keldim. Birinchi navbatda. Rahmat. Shunaqa. Va o'sha sohadoshlarga, ya'ni o'xshash plagiatizm ketayotgan sohalarda bilinglarki, ya'ni siz o'zingiz ustingizda yoki qanaqadir izlanishda, analizda, sintezda siz yo'q ekansizki, o'sha fabrika egalari o'zini kelajagini emas, o'zini cho'nchagini emas, ular yangi o'sib kelayotgan avlod uchun kurashayotgan o'yinchini topishadi. Ya'ni survival boat deydi buni inglizchasiga. Har bir kema cho'kishdan oldini olish uchun kemachalar qilib qo'yishadi-ku. Ya'ni favqulodda kema. Favqulodda kema sifatida bizga qarashgan. Men bu narsani tushunganman boshida. Lekin men o'zimni baribir ichimdagi isyon deydi-ku. Nimaga menga nima deydi? Запасная ложка sifatida qarashdi, запасной balon sifatida qarashdi. Nimaga men unaqa bo'lishim kerak dedim. Men undan xafa bo'lganim yo'q. Men o'zimga o'zim savol beraman. Ya'ni men o'zim ustimda ishlab turib, o'sha fabrikani yoki o'sha brendni men bilan, meni mehnatim bilan mag'rurlanadigan hamkorga xudo xohlasa bo'laman, ya'ni yetib o'taman degan maqsad bor edi bu yerda. Birovni sindirish, birovni demping qilish umuman niyatimiz yo'q. Endi demping har bir sohada bo'ladi, uni asossiz bo'lmaydi. Tushunarli. Shunaqa.